Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilari. Sizlar bilan nemis tili grammatikasini o'rganishda va o'rgatishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz plural, ya'ni ko'plik. Bilamiz, otlar, ya'ni kim nima savoliga javob beruvchi mustaqil so'z turkumlari, u narsa bo'lishi mumkin, u shaxs bo'lishi mumkin, birlikda bo'ladi va ko'plikda bo'ladi. Ya'ni o'sha narsa yoki odam yo bitta bo'ladi, yoki undan ko'p bo'ladi. Ya'ni nemis tili grammatikasida ikkita ham, uchta ham va undan hammasi ko'plik sanaladi. Xo'p, o'zbek tilida ko'plikni yasash uchun biz lar qo'shimchasini qo'shsak bo'ldi. Masalan, odam, odamlar, stol, stollar, stul, stullar, ayol, ayollar. Lar qo'shimchasini qo'shsangiz bo'ldi. Nemis tilida esa bu biroz boshqacharoq, ya'ni faqatgina bitta qo'shimcha qo'shib qutula olmaymiz. Xo'p, men bu narsani kategoriyalarga bo'lib chiqqanman. Har bitta kategoriyani ko'rib chiqamiz va bu ko'rib chiqishdan oldin bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Aniq artikl, ya'ni bilamiz artikllar bor, nomindan oldin ko'plikni artikli di. Ya'ni har doim ko'plik, ya'ni plural di artikli turadi. Xo'p, birinchi misolimiz birlikdagi otlar, bu yoqda o'shani ko'plikdagisi. Xo'p, birlikda birinchi kategoriyamiz hech qanaqa qo'shimcha olmaydi. Faqatgina artikl o'zgaradi. Masalan, das Zimmer xona degani, die Zimmer xonalar. Faqatgina artikl o'zgaradi xolos. Keyingisi der Kuchen bu pishiriq degani, die Kuchen pishiriqlar. Ko'ryapsiz, hech nima o'zgarmayapti. Das Mädchen bu qiz bola, die Mädchen bu qiz bolalar. Der Apfel bu olma, die Äpfel bu olmalar degani. Bu yerda nima o'zgarish bo'ldi? Apfel, ya'ni a umlautli bo'lib qoldi. Bu qanday nominlar desanglar? Xo'p, bular R, L, N qo'shimchasi bilan tuguvchi ko'plab maskulin yoki neutral, ya'ni ko'plab mushko yoki sredniy roddagi nominlar yoki hen va lain qo'shimchalari bilan tuguvchi neutral nomin, ya'ni neutral bizda sredniy rodga to'g'ri keladi, dasga. Va albatta umlaut qo'shilyapti. Hammasida ham umlaut qo'shilmaydi, ko'rib turganingizdek, faqatgina bitta ikkitasida xolos. Keyingi kategoriyamiz o'sha ot birlikdagi otlarga e qo'shimchasini qo'shilishi. Masalan, die Maus, sichqon degani, die Mäuse, sichqonlar. Nimalar o'zgaryapti? Albatta artikl, har doim artikl die ga o'zgaradi va bu yerda oxirgi e qo'shyapmizda a ham umlaut olyapti. Umlaut olsa Mause bo'lmaydimi deyishinglar mumkin. A umlautli qanday talaffuz qilardik? A umlauti bo'lsa, eslab ko'ring, alifbo videosida bu narsani aytganmiz. A umlaut bo'lsa e talaffuz qilinadi. E bilan u keladigan bo'lsa, u keladigan bo'lsa, oy bo'lib talaffuz qilinadi. Shuning uchun bu yerda Mause emas, Mäuse qilib talaffuz qilyapmiz. Keyingi misolimiz die Kuh, ya'ni die Kuh, sigir, die Kühe, sigirlar. Der Ball, koptok, die Bälle, koptoklar. Ko'ryapsizlar, umlaut qo'shilyapti va e qo'shyapmiz. Keyingisi das Gerät, die Geräte. Albatta artikl o'zgarishi va e qo'shilishi. Bu qanday nominlar desanglar, ko'plab bir bo'g'inlilar. E'tibor bering, ko'pi bir bo'g'in. Maus, Kuh, Ball, Keyingisi va umlaut bilan quriladigan ko'plab feminin, ya'ni ko'plab emas, hamma femininlar pashti e olsa bo'ladi va ko'plab maskulin nominlar va ular ham hammasi ko'ryapsiz nima olyapti? Umlaut olyapti. Keyingi kategoriyamiz bu oddiy nominga r qo'shilishi va albatta umlaut ham olishi mumkin. Das Bild, rasm, die Bilder, rasmlar. Ko'ryapsiz, r qo'shimchasi va albatta artikl o'zgarishi degan. Das Rad, die Räder, der Mann, die Männer, der Wald, die Wälder. Xo'p, buni kategoriyasini ko'ramiz. Ko'plab sredniy neutral, sredniy roddagi otlar va bir nechta maskulin nomindagi otlar albatta umlaut bilan. Xo'p, keyingi kategoriyamizda n yoki en qo'shiladi. Bu asosan femininlarda e bilan tuguvchi otlarda, masalan, die Tasse, die Tassen, n qo'shib qo'yamiz xolos. Yoki die Wohnung, die Wohnungen. Wohnung bu kvartira degani, kvartiralar. Der Student, die Studenten. Der Kollege, die Kollegen. Bular ko'plab, juda ham ko'plab feminin nominlar, ya'ni jenskiy rodda e bilan tuguvchi nominlar va undan keyin maskulin nominlar, endeklinatsionga bo'ysunadigan. Ya'ni endeklinatsion degan qoidamiz bor nominda. Xudo xohlasa buni alohida tema qilamiz, alohida video qilamiz. Ko'rasizlar, o'rganasizlar degan umiddaman. Va oxirgisi va eng osonimiz bu chet eldan kirib kelgan, chet tilidan kirib kelgan so'zlar. Masalan, das Auto, das Handy,
das taxi, das hotel. Bular hammasi ingliz tilidan kirib kelgan. Va bularga prosta s qo'shamiz xolos. Albatta artikl o'zgaradi. Die Autos, die Handys, die Taxis, die Hotels. Shundaylar deb o'ylayman. Sizlarda eng qiynaydigan joyi mana bu yer, ya'ni siz aytyapsizki, har bir kategoriyada ko'plab средний род, женский род, мужской род deyapsiz. Buni qanday qilib eslab qolishimiz mumkin deyishingiz mumkin. Xo'p, bu narsani eslab qolishingiz shart emas, asosiy qo'shimchalarni eslab qoling, umlaut olishini eslab qoling va hozir birinchi o'rinda sizga kerakli narsa bu qanday qilib o'zi ko'plik qo'shimchalari qanaqalar bo'ladi. 5 ta kategoriya. Yoki hech qanaqa qo'shimcha olmaydi, A qo'shilishi mumkin, R qo'shilishi mumkin, N qo'shilishi mumkin yoki S qo'shilishi mumkin. Eng oson yo'li aslida siz har bitta nominni, ya'ni har bitta otni o'rganayotib, uni plural bilan o'rganing. Shunda eng osoni bo'ladi. Biz prosta bu yerda kategoriyalarga bo'lib turib, osonroq tushunishingiz uchun tushuntiryapmiz. Xo'p, bundan tashqari ozgina istisnolar bor, ya'ni bu qoidalarga tushmaydigan, bu 5 ta qoidalarga tushmaydigan ozgina bitta istisno bor. Shularni ko'rib qo'yamiz. Masalan, ya'ni Sonderformen boshqacha formadagilar, das Museum, muzey degani, biz muzeylar demoqchi bo'lsak, die Museen deymiz. Ya'ni ko'ryapsiz qo'shimchasini Museen o'zgarib ketyapti yoki das Risiko, ya'ni risk degani, die Risiken o yo'qolib turib, n qo'shilib qolyapti. Va shunday otlar borki, ular har doim singulyarda, ya'ni har doim birlikda keladi. Misol qilib aytsak, das Gemüse. Das Gemüse bu sabzavot, das Obst, meva, das Glück, omad yoki baxt desak bo'ladi va das internet. Bular faqatgina birlikda keladi. Ya'ni bularda siz di artiklni qo'yib turib ko'plik qila olmaysiz. Endi buni teskarisi faqatgina ko'plikda keladiganlar bor. Masalan, die Eltern. Eltern ota-ona degan. Ota-ona albatta 2 kishi, bizda 2 dan undan ko'p bo'lsa, biz har doim plural deymiz. Mebellar, ya'ni mebel har doim ko'pgina bo'ladi va die Geschwister. Geschwister aka-uka, opa-singil degan. Albatta, aka-uka, opa-singil bittadan ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham biz bularni har doim die, ya'ni ko'plikda yasaymiz. Menimcha bu mavzumiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunmagan joyingiz, savollaringiz, takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoni ostida bemalol kommentlarda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Deutsch Boy jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.